Yana bir kuchli duoga duch keldim. Dardingizga shifo topolmayapsizmi? Xotirjamlikdan nima qilsangiz ham xotirjamlikni topolmayapsizmi? Doktorga, psixologga bormagan joyingiz qolmadimi? Unda aynan mana shu texnika siz uchun. Biz hozir siz bilan ushbu texnikani birgalikda bajaramiz. Ekranga yaqinroq keling. Birgalikda buni bajaramiz. Chuqur nafas olib, ko'zlaringizni yuming va ketimdan takrorlang. Allohim, men bilaman, sen borsan. Meni ko'rib turibsan. Menga kelayotgan qiyinchiliklardan sen berayotgan kuch ila o'tib kelmoqdaman. Shu paytgacha meni xafa qilgan, menga xiyonat qilgan va men kechirmagan insonlar bo'lsa, hozirni o'zida, mana shu lahzada men u insonlarni sen uchun kechiraman. Sen uchun kechirishga tayyorman. Chuqur nafas olib, 3 marta o'sha insonlar bilan quchoqlashayotganingizni, o'sha insonlardan kechirim so'rayotganingizni va u insonlar sizdan xursandligini ko'rib tasavvur qiling. 3 marta mana shu holatni tasavvur qiling va ayting: Alloh uchun sizlarni kechirdim. Sizlar ham meni kechiringlar. Va mana shu holatda yana Allohga yuzlaning va ayting: Yo Robbim, sen belguvchi va berguvchisan. Menga hozirgi lahzadan boshlab faqatgina xayrlisini, yaxshisini bergin. Men yaxshi hayotga, go'zal hayotga yashashga tayyorman. Va go'zal hayotni, siz orzu qilgan hayotni tasavvur qilgan holatda minnatdorchilik bilan ko'zlaringizni oching. Bu texnikani har kuni bir marotaba bajaring. Ushbu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizga saqlab qo'ying va yaqinlaringizga ulashing.